Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi ishimiz ham bitibdi. 220 kvadrat chiqdi mana shu xonadonimiz. Oynaklardan tashqari, oynaklar $50 dan. Har bitta donasi mana shu bitish holati, usta haqi mana shu oynak mana shu bitishi $50 dan akalar. Kimda uyga kerak bo'lsa mana shu fason o'ta chiroyli, o'ta ideal holatda chiqyapti. Ya'ni alkafon ham o'z yo'liga, plastik detal, bu ham o'z yo'liga mana. Hamma narsasi o'ziga yarashgan holatda. Shu kazroklarimiz hamma narsasini tanishtirib o'tamiz. Sliplari alohida metri 65 ming so'mdan katta slipda. Holatlarni ko'raverasizlar. Endi devorlarimiz sal qiyshiq ekan, akaga tushuntirdik. Akarniz dedi, shuna qo'ysak, shuna qolar ekan desam, yo'q, addelkada turlatvoramiz travitinda deyishdi. Endi biz ham masalan o'zimizning ishimizda to'g'rilab ketyapmiz. Iloji boricha endi addelchilar o'zlarining ishlarini chiroyli qilib ketgan. Ana burchaklarni ko'rib baho beraverasizlar. Mana yo'llariga da chiroyli qilib to'sib, qo'ldan kelganicha ana shu holatga keltirib, inshaalloh uyaltirmaydigan uy egasi ham mana xursand, uka rahmat. Ustalaringiz ham o'zingizning ishingiz ham zo'r ekan deb maqtashyapti. Aka, sizga xizmatlarimiz yoqdimi axir? Zo'rmi? Qo'ldan kelganicha aka chiroyli qilib berdik. Inshaalloh uyaltirmaydi degan umiddamiz aka. Aytganimizdek hamma narsa mana tunikalarda kusoklari ham turibdi. 04 desak, hamma narsasi 04 bo'ladi. Umuman yo'qalistumma ishlatmaymiz. 04 dedikmi 04 qilib beramiz akalar. Xorolarimiz ham o'zini yo'naliga turbalarni ham tushirib, chiroyli qilib ketyapmiz. Kimga mana shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bexijolat telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab bo'lsa 04larimizni 135 ming so'mdan, taqalgani 135 ming so'mdan qilib beryapmiz. 04. Hamma narsasi 04 bo'ladi. O'sha tarnovlarimiz 55 ming, 60 ming, 65 ming tarnovlarimiz bor. Mana shunaqa narsalarga ham mana tushuntirib mana ketyapmiz akalar. Mana 0.33 dan boshlanadi tunikalar. Ketilaveradi aka 04larga. Endi mana o'zlar shuncha masalan xonadonlarga shuncha pul sarflayapsizlarda, endi tunikani masalan yuqorog'ini qilib turib ertaga ko'nlarni qachirib olishni men ham xohlamayman. Mana 04 desam, ishimiz ham sifatli, ham ertaga vanna ham bilinmaydi. Kimdir uyda 150, 140 mana shu kazroklarimiz 130 chiqqan. Umuman vanna umuman bilingan yo'q. Ko'pchilik mana shuni ham chicha pulidan deydidan keyin 0.33 dan qildiradi. Qarasalar mana videoga olganda ham to'lqin bo'lib turadi-da. O'shaning uchun akalar sizlarga tavsiya qiladiganim 04 yo 37. Uyda egasiga ham aka dedim, shunaqa desam, uka eng zo'ridan, qalinidan qilib bering dedi. Bundan kelgancha qalindan qilib berdik. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan usta Sherxon yana videolarni qo'yishda davom etamiz. Svet bitta yoqib ko'rinish ehtiyojim. Mana svetlarni ham. Bu akamiz menetga o'ziga svet qo'yib oldi. Svet o'chganda ana shu yerda bunaqasi bor ekan. Shu yoqqa yonaveradi deb qo'yib ketdi. Sari akilmaydilar. Endi bizda svet o'chib qolyapti. Bu ishimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani bo'ldi, yakunlandi. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan usta Sherxon yana video qo'yishda davom etamiz.